Agar bu jang 2017-yilda bo'lganda Makgregor o'ldirardi, ammo bugun Holloway boshqa darajada. Va nihoyat UFC bu jangni rasman e'lon qildi. 11-iyul sanasida biz ikki afsona o'rtasida super qarama-qarshilik ko'ramiz do'stlar. Conor Makgregor Max Hollowayga qarshi. Ular birinchi marta to'qnash kelishganda Holloway hali yosh edi. Bu jangdagi g'alabani qadri juda ham katta do'stlar. Eslab qoling, iyun oyida Justin Gaethje Topuria bilan jang o'tkazadi va mana shu jangning g'olibi bilan katta ehtimol bilan Conor Makgregor bu jangni mobodo yutib qo'ysa, Makgregor to'qnash keladi. Ishonasizmi? Ha, Makgregor shunaqa jangchi. U 5 yillab dam olib, chiqib bitta jangni yutib, yana chempionlik jangiga qaytib olishi mumkin. Yoki ikkinchi variant ham bor bu yerda. Max Holloway Conor Makgregorning tarixiga ayanchli nuqta qo'yishi mumkin. Holloway agar Makgregorni yo'q qilsa, Makgregor mana shu yerda to'xtaydi katta ehtimol. Mana bu tragediya, mana bu haqiqiy drama. Aniq bu jangning tashkil qilinishi Arman Sarukanga yoqmagan bo'lishi tabiiy. Aytganimdek, Conor Makgregor bitta g'alabadan so'ng Sarukyandan ko'ra ko'proq chempionlik jangiga haqli bo'lib qolishi mumkin. Topuria Makgregor jangiga nima deysiz do'stlar? Obuna bo'ling, kuzatishda davom eting va men albatta bu yangiliklarni oxirigacha sizga yetkazib boraman.